zudlik bilan bu videoni ko'ring. Chunki men bugun aytadigan ma'lumotlar har birimizga tegishli. Bu gap faqat tadbirkorlar, pensionerlar yoki karta ishlatadigan odamlar uchun emas. Telefonda interneti bor, bank kartasi bor. Pasport ma'lumoti biror joyda ro'yxatdan o'tgan har bir inson uchun muhim. Oxirgi vaqtlarda odamlar birgina qo'ng'iroq, bitta havolovchi shoshilinch xabar sababli pulidan, kartasidan, hatto nomiga olingan kreditdan bexabar qolmoqda. Men sizga oddiy tilda nima o'zgarganini, kimlar xavf ostida ekanini, qanday belgilarni ko'rib darhol ehtiyot bo'lish kerakligini va amalda nima qilish lozimligini tushuntiraman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar vaqti yetib borsa, ko'p odamning puli va asabi saqlanib qoladi. Avvallari firibgarlik deganda ko'pchilik ko'chada aldab pul olish, soxta hujjat bilan savdo qilish yoki qarz olib qaytarmaslikni tushunardi. Odam odatda aldanganini o'sha zavodi yoki bir necha kundan keyin bilardi. Masalan, kimdir arzon mashina va'da qilardi, kimdir ishga joylab qo'yaman derdi. Kimdir uy sotaman deb oldindan pul olardi. Bunday holatlarda albatta xavf bor edi, lekin odam firibgar bilan yuzma-yuz ko'rishardi. Ismini, manzilini yoki hech bo'lmasa tashqi ko'rinishini eslab qolardi. Hozir esa vaziyat butunlay boshqacha. Endi firibgar sizning yo'lingizga kelishi shart emas. U sizga telefon qiladi, messenjerda yozadi, bank nomidan xabar yuboradi, davlat idorasi nomidan soxta havola jo'natadi. Tanishingizning akkauntini buzib olib sizdan qarz so'raydi. Eng xavflisi, bularning hammasi juda ishonchli ko'rinadi. Logotip bor, rasmiy uslubdagi matan bor. Qo'ng'iroq qilgan odam o'zini xodimdek tutadi. Ayrim hollarda sizning ismingiz, familiyangiz, karta raqamingizning bir qismi yoki tug'ilgan sanangizni ham aytadi. Odam shunda o'ylaydi. Demak, bu haqiqiy tashkilot bo'lsa kerak. Mana shu joyda katta xato boshlanadi. Ekspert sifatida eng ko'p ko'rayotgan holat shuki, odamlar pulni o'z qo'li bilan o'tkazib yuboryapti, kodni o'zi aytyapti, havolaga o'zi kiryapti, ilovani o'zi o'rnatyapti. Keyin bankka yoki militsiyaga borganda tekshiruvda shunday ko'rinadi. Operatsiya mijozning telefonidan, mijozning tasdig'i bilan SMS kod yoki ilova orqali amalga oshgan. Shuning uchun oldindan ogohlantirish keyingi pushaymondan ancha muhim. Eng avvalo, siz bilishingiz kerak bo'lgan birinchi qoida bor. Hech bir bank, davlat idorasi, soliq xizmati, pensiya jamg'armasi yoki to'lov tizimi sizdan telefon orqali SMS kod, karta PIN kodi, ilovaga kirish paroli, pasport nusxasini shoshilinch yuborishni talab qilmaydi. Agar kimdir sizga qo'ng'iroq qilib, kartangiz bloklanadi, hisobingiz muzlatiladi, nomingizga kredit rasmiylashtirilmoqda, darhol kodni ayting desa, bu deyarli har doim xavf belgisi. Masalan, oddiy vaziyatni olaylik. Bir ayolga qo'ng'iroq qilishadi va sizning kartangizdan 3 million so'm yechilmoqda, agar bu siz bo'lmasangiz. Operatsiyani bekor qilish uchun hozir SMS kodni ayting deyishadi. Ayol qo'rqadi, chunki u haqiqatan ham 3 million so'm yo'qotishdan cho'chiydi. SMS keladi, unda aslida pul o'tkazmasini tasdiqlash kodi bo'ladi. Ayol kodni aytadi. Natijada uning kartasidan 3 million emas, balki 7 million so'm yechib olinadi. Firibgar avval qo'rquv yaratdi, keyin shoshiltirdi, keyin odamni o'ylashga vaqt bermadi. Ikkinchi keng tarqalgan holat. Tanishingiz nomidan qarz so'rash. Masalan, sizga akangiz, opangiz, do'stingiz yoki hamkasbingizning Telegram akkauntidan xabar keladi. Iltimos, 1 million 500 ming so'm tashlab tur, ertaga qaytaraman. Karta shu. Siz odamni taniysiz. Yozish uslubi ham o'xshash, rasm ham o'sha. Lekin aslida uning akkaunti buzilgan bo'lishi mumkin. Men bunday vaziyatda doim bir narsani maslahat beraman. Pul yuborishdan oldin albatta o'sha odamga oddiy telefon qo'ng'iroq qiling. Agar javob bermasa, ovozli xabar so'rang. 3 soniya tekshirish sizni millionlab so'm zarardan saqlaydi. 3-holat, soxta sovrin va aksiyalar. Sizga xabar keladi. Tabriklaymiz. Siz 20 million so'm yutdingiz. Sovrinni olish uchun karta ma'lumotlarini kiriting yoki komissiya sifatida 1,5 ming so'm to'lang. Odam o'ylaydi, 1,5 ming so'm katta pul emas, 25 million chiqsa arziydi. Lekin hech bir haqiqiy loteriya yoki rasmiy aksiya sovrin berishdan oldin shaxsiy kartangizning to'liq ma'lumotlarini, SMS kodini yoki oldindan komissiya to'lashni talab qilmaydi. Ayniqsa, siz umuman qatnashmagan, aksiyadan yutdingiz deyishsa, bu eng katta ogohlantirish. 4-holat, masofadan ish, investitsiya va tez bo'yish va'dalari hozir ko'p odam qo'shimcha daromad izlaydi. Firibgarlar aynan shu ehtiyojdan foydalanadi. Ular
kuniga 30 ming so'm topasiz, faqat ro'yxatdan o'ting. 20 million kiriting, bir haftada 20 million 800 ming qilib olasiz. Kripto platformamiz orqali kafolatli foyda bor deyishadi. Men bu yerda aniq aytaman. Kafolatli, tez, xavfsiz va katta foyda bir joyda yig'ilsa, juda ehtiyot bo'lish kerak. Haqiqiy investitsiyada xavf bo'ladi, hujjat bo'ladi, litsenziya bo'ladi, shartnoma bo'ladi. Pul qayerga ketayotgani tushunarli bo'ladi. Firibgarlikda esa faqat chiroyli gap, chiroyli skrinshot va shoshilinch qaror bo'ladi. Kimlar ko'proq xavf ostida? Birinchi navbatda yoshi katta odamlar. Chunki ular ko'pincha telefon orqali kelgan gapga ko'proq ishonadi va ilova xavfsizligini yaxshi bilmasligi mumkin. Ikkinchi guruh talaba va yoshlar. Chunki ular tez daromad ish, grant, sovrin, chegirma kabi takliflarga tez kirishadi. Uchinchi guruh tadbirkorlar va onlayn savdo qiluvchilar. Chunki ular doim pul qabul qiladi, havola ochadi, mijozlar bilan yozishadi. To'rtinchi guruh kredit olgan yoki qarzdorligi bor odamlar. Chunki ularga soxta bank xodimlari qo'ng'iroq qilib, qarzingiz bo'yicha muammo chiqdi, darhol tasdiqlang deb bosim o'tkazadi. Kimlar kamroq xavf ostida? Men hech kim xavfdan butunlay xoli deb ayta olmayman. Lekin har bir xabarni tekshiradigan, shoshilinch qaror qilmaydigan, SMS kodni hech kimga aytmagan, notanish havolaga kirmaydigan, kartasida katta pul ushlab turmaydigan odamning xavfi ancha kamayadi. Ya'ni masala yoshda yoki kasbda emas, odatlarda xavfsiz odatlar bor odam firibgar uchun qiyin nishon bo'ladi. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik payqamaydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat, hamma qo'ng'iroq ham notanish raqamdan kelmaydi. Ba'zan firibgarlar raqamni rasmiy xizmat raqamiga o'xshatadi yoki messenjerda bank nomi va logotipi bilan akkaunt ochadi. Siz faqat rasmga, nomga yoki raqam bo'lishiga qarab ishonmasligingiz kerak. Rasmiy tashkilot bilan gaplashayotganingizni bilishning eng to'g'ri yo'li suhbatni to'xtatish, o'zingiz bank kartangiz orqasidagi yoki rasmiy saytdagi raqamga qo'ng'iroq qilish. Ikkinchi nozik jihat. Firibgarlar ko'pincha siz haqingizda ozgina ma'lumot biladi. Masalan, ismingizni aytadi, qaysi bank kartangiz borligini taxmin qiladi, yaqinda e'lon berganingizni biladi, qaysi hududda yashashingizni aytishi mumkin. Bu ma'lumotlar turli ochiq manbalardan, eski bazalardan, ijtimoiy tarmoqlardan yoki e'lon saytlardan olinishi mumkin. Shuning uchun kimdir sizning ismingizni bilsa, u darhol rasmiy xodim degani emas. Uchinchi tuzoq. Ekran ulashish va masofadan boshqarish ilovalari. Ba'zi firibgarlar telefoningizga yordam beramiz, texnik nosozlikni tuzatamiz, kartani himoyalaymiz deb Anydesk, Rusdesk yoki shunga o'xshash dasturlarni o'rnatishni so'raydi. Agar siz ularga ruxsat bersangiz, ular telefoningizdagi xabarlarni ko'rishi, ilovalarni ochishi, kodlarni o'qishi, hatto ayrim amallarni sizning o'rningizdan bajarishi mumkin. Men oddiy qo'yda beraman. Bank yoki davlat xizmati uchun hech kim telefoningizni masofadan boshqarishi kerak emas. Bunday talab bo'lsa, darhol suhbatni to'xtating. To'rtinchi nozik jihat, soxta to'lov cheklari. Onlayn savdoda bu juda ko'p uchraydi. Siz telefon, kiyim, mebel yoki boshqa narsa sotasiz. Xaridor kelishadi. Pul tashladim deb chek yuboradi. Shoshilyapman, taksiga berib yuboring deydi. Chek rasmga o'xshaydi, summa to'g'ri, ism ham bor. Lekin pul kartangizga tushmagan bo'ladi. Men doim aytaman, chek emas, hisobga tushgan pul muhim. Bank ilovasida pul kirganini ko'rmaguncha mahsulotni bermang. 5-istisno. Ba'zi rasmiy xabarlar haqiqatan ham SMS orqali keladi. Masalan, bank operatsiya haqida ogohlantirishi, davlat xizmati ariza holatini bildirishi mumkin. Lekin rasmiy xabar sizdan kodni qaytarib aytishni so'ramaydi. Shubhali havolaga kirib karta ma'lumotini kiritishni talab qilmaydi. Xabar kelganining o'zi muammo emas. Xabardan keyin sizni shoshiltirib ma'lumot oldirishga urinish muammo. 6-jihat. Qarindoshlar orasidagi ishonchdan foydalanish. Masalan, onangizga qo'ng'iroq qilib, o'g'lingiz avtohalokatga uchradi, ishni yopish uchun hozir pul kerak deyishlari mumkin. Yoki otangizga, qizingiz kasalxonada, tez yordam uchun pul o'tkazing deyishlari mumkin. Bunda odam aql bilan emas, yurak bilan qaror qiladi. Shuning uchun oilada oldindan kelishib qo'yish kerak. Favqulodda vaziyat bo'lsa ham, avval to'g'ridan to'g'ri o'zimizga yoki eng yaqin qarindoshga qo'ng'iroq qilamiz. Pulni faqat tasdiqdan keyin yuboramiz. 7-jihat. Firibgarlik har doim katta summa bilan boshlanmaydi. Ba'zan 2000 so'm, 2000 so'm, 1000 so'm so'rashadi. Maqsad sizni sinash bo'ladi.
Siz bir marta yuborsangiz, keyin yana kattaroq summa, keyin yana karta ma'lumoti, keyin yana kredit rasmiylashtirishga o'tishlari mumkin. Shuning uchun kichik summa bo'lsa ham shubhali isxemaga kirmang. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, agar sizga shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, suhbatni cho'zmang. Men odatda shunday deyishni maslahat beraman. Men bu masalani rasmiy raqam orqali tekshiraman. Keyin telefonni qo'ying. U odam sizni qo'rqitsa ham, operatsiya hozir ketadi desa ham, kartangiz bloklanadi desa ham, suhbatni tugating. Haqiqiy bank xodimi sizni haqorat qilmaydi, qo'rqitmaydi, kod so'ramaydi. Ikkinchi qadam. Bank kartangiz va ilovalaringizni tekshiring. Bank ilovasiga kiring, oxirgi operatsiyalarni ko'ring. Notanish yechimlar bo'lsa, darhol bankning rasmiy kol markaziga qo'ng'iroq qiling. Agar kartangiz ma'lumoti chiqib ketgan deb o'ylasangiz, kartani bloklang yoki qayta chiqarishni so'rang. Kartada katta summa saqlasangiz, asosiy pulni alohida hisobda saqlang. Kundalik xaridlar uchun esa kichik limitli karta ishlating. Uchinchi qadam, SMS kodlar, PIN kod, parol va pasport ma'lumotlariga munosabatni o'zgartiring. Bular oddiy raqamlar emas. Bu sizning pulingizga, profaylingizga va huquqiy javobgarligingizga kirish kalitlari. Hech kimga aytmang, hatto o'zini bank xodimi, tergovchi. Operator, tanishingiz yoki qarindoshingiz deb tanishtirsam aytmang. Agar haqiqiy jarayon bo'lsa, siz uni rasmiy ilova, rasmiy ofis yoki rasmiy sayt orqali o'zingiz bajarasiz. To'rtinchi qadam, hujjatlarni va dalillarni saqlang. Agar siz allaqachon aldangan bo'lsangiz, vahima qilib xabarlarni o'chirmang. Qo'ng'iroq raqami, karta raqami, yozishmalar, yuborilgan cheklar, havolalar, skrinshotlar, pul o'tkazmasi kvitansiyalari, vaqt va sana juda muhim. Bankka murojaat qilganda ham, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ariza berganda ham bular dalil bo'ladi. Arizada aniq yozing. Qachon qo'ng'iroq bo'ldi? Kim deb tanishtirdi? Nima dedi? Qaysi raqamdan yozdi? Qancha pul qayerga o'tkazildi? Siz qaysi kod yoki ma'lumotni bergansiz? 5-qadam, bankka darhol murojaat qiling. Pul ketganini bilgan zahotingizda vaqtni yo'qotmang. Ba'zan operatsiyani to'xtatish, kartani bloklash, keyingi yechimlarni oldini olish imkoniyati bo'ladi. Bankdan murojaat raqamini oling, arizangiz ro'yxatga olinganini tekshiring. Telefon orqali aytilgan gap bilan cheklanib qolmang. Iloji bo'lsa, bank ilovasida, rasmiy saytda yoki filialda yozma murojaat qoldiring. 6-qadam, ichki ishlar organlariga yoki kiberxavfsizlik bo'yicha vakolatli tuzilmalarga murojaat qiling. Men bu yerda eng muhim narsani aytaman. Uyalmang. Ko'p odam aldanganini yashiradi, chunki o'zini aybdor his qiladi. Firibgarlar aynan shu uyat hissidan foydalanadi. Siz jabrlanuvchisiz va qanchalik tez murojaat qilsangiz, tergov uchun shunchalik ko'p his qoladi. Arizaga barcha skrinshotlarni, cheklarni, raqamlarni qo'shing. 7-qadam, telefon va akkauntlaringizni tozalang. Agar shubhali havolaga kirgan bo'lsangiz yoki noma'lum ilova o'rnatgan bo'lsangiz, uni o'chiring. Telefonni antivirus yoki xavfsizlik tekshiruvidan o'tkazing. Muhim parollarni almashtiring. Telegram, Instagram, Facebook, Google va bank ilovalaringizda 2 bosqichli himoyani yoqing. Parollar bir xil bo'lmasin. Masalan, ijtimoiy tarmoq parolingiz bilan elektron pochta parolingiz bir xil bo'lsa, bitta akkaunt buzilishi boshqalariga ham yo'l ochadi. 8-qadam, oilangizga tushuntiring. Bu videoni faqat o'zingiz ko'rib qo'ymang. Onangizga, otangizga, turmush o'rtog'ingizga, farzandlaringizga, ishxonadagi hamkasblaringizga ayting. SMS kod aytilmaydi, notanish havola ochilmaydi. Chek kelgani pul tushdi degani emas, tanish nomidan qarz so'ralsa. Telefon qilib tekshiriladi. Oilaviy bitta oddiy parol ham kelishib qo'yish mumkin. Masalan, haqiqiy favqulodda vaziyat bo'lsa, qarindoshlar oldindan kelishilgan bir so'zni aytadi. Bu usul ham ayrim telefon firibgarligini to'xtatadi. 9-qadam, ijtimoiy tarmoqlarda ortiqcha ma'lumot bermang. Pasport rasmi, karta rasmi, bolangizning hujjati, oy manzili, doimiy joylashuv, qaysi bankdan foydalanishingiz, qachon safarga ketishingiz kabi ma'lumotlarni ochiq joyga qo'ymang. Odamlar ba'zan buni oddiy post deb o'ylaydi, lekin firibgar uchun bu tayyor ma'lumot bo'lishi mumkin. Ayniqsa, e'lon saytlarida karta raqami, telefon raqami va ism bir joyda tursa, sizga nisbatan ishonchli sxema tuzish osonlashadi. 10-qadam, har qanday shoshilinch taklifga pauza qo'ying. Firibgarlar sizni o'ylatmaslikka harakat qiladi. Bugun oxirgi kun, hozir bo'lmasa kech bo'ladi. 5 daqiqada tasdiqlang, hech kimga aytmang degan gaplar xavf signalidir. Men o'zim ham moliyaviy qaror bo'lsa,
Kamida bir necha daqiqa tanaffus qilaman. Manbani tekshiraman. Rasmiy saytga kiraman. Mustaqil raqamga qo'ng'iroq qilaman. Oddiy pauza ko'p xatoni oldini oladi. Agar sizga davlat idorasi nomidan xabar kelsa, rasmiy sayt yoki rasmiy ilova orqali tekshiring. Agar bank nomidan bo'lsa, bankning kartadagi yoki rasmiy saytdagi raqamiga qo'ng'iroq qiling. Agar tanish odam qarz so'rasa, telefon qiling. Agar xaridor chek yuborsa, pul tushganini ilovadan tekshiring. Agar ish yoki investitsiya taklifi bo'lsa, kompaniya ro'yxatdan o'tganmi, litsenziyasi bormi, shartnomasi bormi, pul qayerga ketadi, bularni so'rang. Savol berganingizda asabaylashadigan, sizni shoshiltiradigan, hammasi ishonchli deb hujjatsiz gapiradigan odam bilan moliyaviy ish qilmang. Bugungi asosiy xulosa shuki, zamonaviy firibgarlik kuch bilan emas, ishonch, qo'rquv va shoshiltirish orqali ishlaydi. Siz SMS kodni aytmasangiz, notanish havolaga kirmasangiz, pul yuborishdan oldin tekshirsangiz, rasmiy raqam orqali qayta bog'lansangiz, xavfni juda katta darajada kamaytirasiz. Men sizdan bitta narsani so'rayman. Bu ma'lumotni jiddiy qabul qiling. Chunki bir kunlik ehtiyotkorlik o'ylar davomida topilgan pulni saqlab qolishi mumkin. Izohlarda yozing. Sizga yoki tanishingizga shunday qo'ng'iroq, xabar yoki firibgarlik urinishi bo'lganmi? Qanday vaziyat bo'lgan? Tajribangiz boshqa odamlarni ogohlantirishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bunday ogohlantirishni odam firibgarlikdan keyin emas, undan oldin ko'rishi kerak.